Yaxshilik. Hech narsadan nolimas kerak. Bo'ldimi? Bo'lar ish bo'ldi. Prezident tomonidan Taxatash rayonidan bir kontli uy berildi. Xudoy taolo o'zi yetiraveradi ekan. Nov qo'ysang ham maqsadingni, yaxshi niyating bo'lsa, hammasini yetiraveradi ekan. Filmda bolalarning mehribonlik uyida tarbiyalanib, keyinchalik kichik oilaviy bolalar uyida tarbiya topgani, ularning mashaqqatli yo'li va orzu intilishlari ta'sirli tarzda ifoda etilgan. Film qahramonlari Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lgan yetim va ota-ona qarovidan mahrum bolalardir. Namoyishda ularga Inson ijtimoiy xizmatlar markazi hamda mahallada faoliyat yurituvchi ijtimoiy xodimlar tomonidan zarur yordam ko'rsatilgani alohida ta'kidlandi. Bu film aslida katta bir qadriyatlarni ifoda etadi, ya'ni bu o'sha qadr-qimmat, mehr-muhabbat va eng asosiysi bir-birimizni qo'llab-quvvatlash. Chunki ijtimoiy himoyaning asosiy maqsadi ham, katta maqsadi ham aynan mana shu kabi insonlarni eshitish, tushunish va ularni hayotini yaxshilash demakdir. Va aytish kerakki, ko'p savol bo'lishi mumkin, nima uchun aynan mana shu insonlar taqdiri tanlab olindi. Bu loyiha aslida keng qamrovli bo'lib, uning har bitta soni ma'lum bir insonlarning toifasiga bag'ishlangan. Mana shu film orqali siz nafaqat ularning taqdirini, balki aslida har bitta bola uchun eng muhim sharoit bu ota-ona mehri va oilaviy muhit ekanligini mana shu bolalar o'zlarini taqdirida ifoda etgan va ularning aytar so'zi o'sha boshqa ota-onalardan agar mana filmni ko'radigan bo'lsangiz, ularni o'zlarini fikrlari shundayki, agar farzandingizni tashlab qo'yadigan bo'lsangiz yoki qayergadir uni mehribonlik uyiga yoki boshqa bir odamlar qo'liga beradigan bo'lsangiz, unda turmush qurmang degan bir gapni aytishganda. Filmning alohida jihati shundaki, unda mahoratli aktyorlar emas, balki aynan shu voqealarni boshdan kechirgan bolalarning o'zi ishtirok etganidir. Ular o'z hayotidagi qiyinchiliklar va erishgan yutuqlarni samimiy tarzda ifoda etadi. Shu filmda qatnashgandan juda ham xursandman. O'z dardimni, bo'lib o'tgan voqealarni insonlarga yetkaza olganimdan juda ham xursandman. Bu filmni ko'rgan insonlar o'ylashim bo'yicha albatta o'zlarini yaxshi his qilishadi. Kelajakdagi qurayotgan oilalariga e'tibor berishadi. Farzand tarbiya qilishlarida adashmasliklariga ishonchim komil deb hisoblayman. Men mehribon uyda tarbiyalangan bo'lsam, o'sha yerda shart-sharoitlar tarafidan musiqaga qiziqib, turli to'garaklarga qatnashib, yaxshi o'zingni ko'rsatsang, inson o'zini nima deydi, har narsada yaxshi ko'rsatgan sayin intilishi ham juda ham kuchayib boraveradi. Shunga musiqada ko'tarilib, nima qilib, musiqani o'zini bir bo'lagim hisoblab ketganman-da. Shundan keyin harakatdan hech to'xtamaganmiz. Inson filmining ikkinchi soni oilaning, ota-onaning va jamiyatning ahamiyatini yana bir bor ko'rsatadi. Farzandlarni qo'llab-quvvatlash, ajrimlarni kamaytirish va ularning hayotida ijobiy o'zgarishlar yaratish har birimizning mas'uliyatimiz ekanligini eslatadi. Ushbu film nafaqat bolalar uchun, balki har birimizga ilhom va saboq beradi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.